هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Tekvir tefsiri 15. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kathir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Tekvir suresi 15. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Kündüzü yoşurungıcı yıldızlar bilen, patıdığan vaxtıda yoşurunadigan yıldızlar bilen qasam qilaman. Qarang'uliq chumgan kechi bilan qasam qilaman. Yo'rishqa boshlagan subhi bilan qasam qilaman. Qur'on haqiqatan Allohning izzatlik bir elchi orqali nozil qilingan so'zidir. U elchi kuchlikdir. Allah'ın dergahida mertebelikdir. Periştiler onunla itaat kılgıçıdır. Bu yerde yani asmanda o işençliktir. Silenin hemrahinla yani Muhammed aleyhisselam mecnun emestir. O yani Muhammed aleyhisselam Cibril'ni hakikaten roşen ufukның şarkıdı köydü. O yani Muhammed aleyhisselam g'aybni tebliğ qilishda bexil emasdir. U yani Kur'an qo'g'landi şeytanның so'zi emasdir. Qayerga borsilar, u yani Kur'an bütün ehli jahonga nasihatdir. Sizlarning oranglardan din borasida ravurus bo'lishni xohlaydiganlarga Kur'an nasihatdir. Faqat olamlarning Rabbi Allah xohlagandilar, ondan sizlar xohlaysizlar. Yani Allah xohlamagicha sizlarning xohlaganinglarning hech foydasi yo'q. İmam Muslim ve Nasa'i Amr ibn Huraysning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men fajr namozini Payg'ambar alayhisalomning orqasida turib o'qidim. Men onun namazga kündüzü yoşurungıcı yıldızlar bilen, patıdığan vaxtıda yoşurunadigan yıldızlar bilen qasam qilaman. Qarang'uliq chumgan kechi bilen qasam qilaman. Yo'rishqa boshlagan subhi bilen qasam qilaman degan oyatlarni o'qiganligini angladim. İbn Jarir Halid ibn Ar'araning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ali radhiyallohu anhudan Allah Teala'nın kündüzü yoşurungıcı yıldızlar bilen patıdığan vaqtda yoşurunadigan yıldızlar bilen qasam qilaman degan oyatining ma'nosi haqida so'ralganda, u ular bo'lsa kündüzde yoşurunib oladigan va kechida menib o'rniga qaytib keladigan yulduzlardir deb javob berganligini angladim dedi. Qarang'uliq chumgan kechi bilan qasam qilaman. Bu oyatning ikki xil ma'nosi bordir. Uning biri qarang'uliqi bilan kelgan kechi bilan qasam qilaman degan ma'nodir. Yana bir ma'nosi qarang'uliqi bilan ketgan, ya'ni yo'rg'an kechi degan bo'ladi. Mücahid bu ayetning ma'nosi qarang'u tashlagan kechi bilan qasam qilaman deganlik bo'ladi dedi. Said ibn Jubayr bu ayetning ma'nosi kelgan kechi bilan qasam qilaman deganlik bo'ladi dedi. Hasan Basri bu ayetning ma'nosi kishilarni qoplagan kechi bilan qasam qilaman deganlik bo'ladi dedi. Bu ayetning ma'nosi haqida Atiya Avfimu shundaq dedi. Ali ibn Abu Talha va Avfi
İbn Abbasning bu oyatning ma'nosi qorong'uligi bilan ketgan kechi bilan qasam qilaman deganlik bo'ladi, deganlikni rivoyat qildi. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujahid, Qatada, Zahhak, Zayd ibn Aslam va o'g'li Abdurrahman qatorliqlarmu shundoq dedi. Bu oyat qorong'uligi bilan ketgan kechi bilan qasam qilaman degan ma'noni ifodalab bersa-mu, lekin bu yerda oyatning qorong'uligi bilan kelgan kechi bilan qasam qilaman degan ma'nosi oyatga bek munosibdir. Chunki Alloh taolo bu yerda qorong'uligi bilan kelgan kecha va yo'riqligi bilan yo'rib kelgan kunduz bilan qasam qilmoqchi bo'lishi mumkin. Bu haqda Alloh taolo mundaq dedi: qorong'uligi olamni qoplagan kechi bilan qasamki, yo'rg'an chog'dagi kunduz bilan qasamki, chashgoh vaqti bilan qasamki, qorong'uligi atrofni qoplagan chog'dagi kechi bilan qasamki, Alloh subhini qorong'udan yerib chiqarg'ichidir, ya'ni tongni yo'ritqichidir. Alloh kechini sizlar uchun istirohat qilib yaratdi. Sizlarning vaqti hisoblashinglar uchun quyosh bilan oyni yaratdi. Bu haqda bulardan boshqa nurg'unlagan oyatlar bordir. To'g'risini Alloh taolo bilgichidir. Yo'rishga boshlagan subhi bilan qasam qilaman. Zahak bu oyatning ma'nosi yo'riyotgan tong bilan qasam qilaman deganlik bo'ladi dedi. Qatada bu oyatning ma'nosi yo'rib kelayotgan tong bilan qasam qilaman deganlik bo'ladi dedi. Qur'on hargizmi saranlıqning natijasi bo'lmasdan, balki uni Jibril alayhissalomning ilib tushganlik to'g'risida. Qur'on haqiqatan Allohning izzatlik bir elchi orqali nozil qilingan so'zidir. Ya'ni bu Qur'on axloqiy esil va ko'rinishi chiroyli bo'lgan hurmatli farishta Jibril alayhissalomning payg'ambar alayhissalomga yetkazgan Alloh taolaning so'zidir. Bu oyatning ma'nosining shundoq bo'ladiganligini Ibn Abbas, Sha'bi, Maymun ibn Mehron, Hasan, Qatada, Rabi ibn Anas va Zahhak va boshqalarmu shundoq dedi. U elchi kuchlikdir. Bu haqda Alloh taolo mundaq dedi: vahiyni uningga kuchlik farishta Jibril ta'lim berdi. Ya'ni kuchlik yaratilgan, tutishi va harakatlari kuchlik bo'lgan farishta ta'lim berdi. Allohning dargohida martabalikdir. Ya'ni Alloh taolaning dargohida uning martabasi yuqoridir. Farishtalar uningga itoat qilguvchidir. Ya'ni Jibril alayhissalom bo'lsa, farishtalarning orasida yuzi va so'zi o'tadigan va farishtalar uningga bo'ysunadigan bir farishtadir. Bu oyatning ma'nosi haqida Qatada mundaq dedi: Jibril farishtalarning ichida oddiy bir farishta bo'lmasdan, aksicha martabasi nihoyat yuqori, hurmatga sazovor bir farishtadir. Shuning uchun u vahiyni elib tushishdak mushundoq katta vazifaga tanlandi. Bu yerda, ya'ni osmonda u ishonchlikdir. Bu Jibril alayhissalomning ishonchlik ekanligiga berilgan bir ta'riflashdir. Alloh taolaning xuddi bandasi va payg'ambari Muhammad alayhissalomni o'zining sizlarning hamrohinglar, ya'ni Muhammad alayhissalom majnun emasdir degan oyati bilan oqlig'inidek bandasi va farishtasi Jibril alayhissalomni oqlashi nihoyat katta bir ishdir. U, ya'ni Muhammad alayhissalom Jibrilni haqiqatan ro'shan ufqning sharqida ko'rdi. Ya'ni payg'ambar alayhissalom o'ziga Alloh taolo tarafidan vahiy ilib keladigan Jibril alayhissalomni Alloh taolo uni yaratgan qiyofatida 600 qanotli holatida ko'rdi. Bu payg'ambar alayhissalomning Jibril alayhissalomni Badha degan joyda bo'lgan tunji ko'rishidir. Bu ko'rish Alloh taolaning
vahiyni onunğa güçlük farishta Jibril ta'lim berdi. Onun, yani Jibrilning ko'rinishi chiroyli bo'lib, yuqori ufqda o'z shaklida turdi. Ondan u asta-asta Muhammad alayhissalomga yaqinlashib, tuvanga sangildi. U payg'ambar alayhissalomga 2 yachoq miqdori yoki uningdanmi yaqinroq yaqinlashdi. Allah bendisiga Jibril orqali tegishlik vahiylarni vahiy qildi degan oyatlarda bayon qilindi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Bunun tafsiloti yuqorida bayon qilinib o'tildi. To'g'risini Alloh taolo bilguchidir. Bu sura, ya'ni sura Takvir, payg'ambar alayhissalomni Haram masjididan Aqso masjidiga, u yerdan osmonga ilib chiqish ishi yuz berishdan ilgari tushgandir. Chunki bu surada payg'ambar alayhissalomning Jibril alayhissalomni birinchi qitim ko'rgan voqeasi bayon qilindi. Ammo payg'ambar alayhissalomning Jibril alayhissalomni ikkinchi qitim ko'rganligi Alloh taolaning u Jibrilni haqiqatan ikkinchi qitim Sidratul Muntaha daraxining yanida ko'rdi. Jannatul Ma'wa bo'lsa Sidratul Muntahaning yenidir. U Sidratul Muntahani olamlarning Robbining nuri qoplagan chaqda ko'rdi degan oyatlarda bayon qilindi. İkinci qitim ko'rganligi sura Najmda bayon qilindi. Sura Najm payg'ambar alayhissalomni osmonga elib chiqish ishi yuz berib bo'lgandan keyin tushgandir. Payg'ambar alayhissalomning vahiyni yetkazishda bexillik qilmaydiganligi to'g'risida. U, ya'ni Muhammad alayhissalom g'aybni tabliq qilishda bexil emasdir. Ya'ni payg'ambar alayhissalom Alloh taolo o'ziga tushirgan narsada yolg'onchilik qilmaydi. Bu oyatda 2 o'qilish uslubi bo'lib, bir xil o'qilish uslubiga asosan oyatning ma'nosi payg'ambar alayhissalom Alloh taolo o'ziga tushirgan narsada yolg'onchilik qilmaydi deganlik bo'ladi. Ya'ni bir xil o'qilish uslubiga asosan bu oyatning ma'nosi payg'ambar alayhissalom Alloh taolo o'ziga tushirgan narsani yetkazishda bexillik qilmaydi deganlik bo'ladi. Sufyan ibn Uyayna bu 2 xil uslubning har ikkilisi to'g'ri dedi. Qatada Qur'on g'ayb edi. Alloh taolo uni Muhammad alayhissalomga tushirdi. Muhammad alayhissalom bexillik qilmay uni kishilar orasiga yaydi va uni xohlagancha hamma kishiga yetkazdi dedi. Bu vaqtda Ikrima ibn Zayd va boshqalarmu shunday dedi. İbn Jarir bu oyatning payg'ambar alayhissalom Alloh taolo o'ziga tushirgan narsani yetkazishda bexil emas degan ma'noni beradigan o'qilish uslubini tanladi. Abdurning qarashicha bu 2 xil uslubning har ikkilisi shak qilishga bo'lmaydigan darajadagi yo'l bilan bayon qilingan uslub bo'lib, bu uslublarga asosan bu oyatga berilgan har 2 xil ma'no to'g'ridir. Qur'onning şeytanның sözü bo'lmasdan balki bütün kishilar uchun nasihat ekanligi to'g'risida. U, ya'ni Qur'on qo'g'landi şeytanның so'zi emasdir. Ya'ni Qur'on uni huddiga elishga qodir bo'lolmaydigan, unda qilishni xohlamaydigan va shundaqla unda qilishga loyiq bo'lmaydigan qo'g'landi şeytanның so'zi emasdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Qur'onni şeytanlar elib tushgini yo'q. Bu ularga loyiq emas. Ularmu unaga qodir bo'lolmaydi. Shubhisizki ular, ya'ni şeytanlar o'g'irliqcha tinglashdan man'i qilingandir. Qayerga borsalar, ya'ni nihoyat ochiq va Alloh taolo tarafidan tushgan haq ekanligi nihoyat ro'shan bo'lgan Qur'onni inkor qilyapsizlar. Sizlarning aqlinglar qayerga ketdi? Abu Bakr radiyallohu anhumu uning qishiga Hanifa jamoatidagilardan musulmon bo'lib kelganda ularni payg'ambarlikni da'vo qilgan Musaylimaning
Bana vahiy qilingan Qur'on deb da'vo qilgan narsalardan bir narsa o'qib berishga buyurdi. Ular Abu Bakrga cümle qurilishi nihoyat ojiz va bir-biriga qamlashmagan bir narsani o'qib berdi. Shuning bilan Abu Bakr voy sizlarga aqlinglar qayerga ketdi? Alloh taoloning nomi bilan qasam qilamanki, bu hargizmi iloh tarafidan kelgan narsa emasdir dedi. Qatada qayerga borsizlar degan oyatning ma'nosi Alloh taoloning kitobiga ergishishdan va uningga bo'ysunishdan qochib qayerga borsizlar deganlik bo'ladi dedi. U ya'ni Qur'on bütün ahli jahonga nasihatdir. Ya'ni bu Qur'on uning bilan vaz nasihat oladigan barliq kishi uchun nasihatdir. Sizlarning oranglardan din borasida ravurus bo'lishni xohlaydiganlarga Qur'on nasihatdir. Ya'ni to'g'ri yo'lda menishni xohlagan odam bu Qur'onga esilsin. Chunki uning uchun bir nijatlikdir va uni to'g'ri yo'lga boshlag'uchidir. Uni Qur'ondan boshqa to'g'ri yo'lga boshlaydigan bir narsa yo'qdir. Faqat olamlarning Rabbi Alloh xohlagandilar, ondan sizlar xohlaysizlar. Ya'ni Alloh xohlamagicha sizlarning xohlaganinglarning hech foydasi yo'q. Ya'ni to'g'ri yo'lga kirish yoki kirmaslik sizlarning tanlash ixtiyoringlarga qo'yilgan ish bo'lmasdan, balki olamlarning Rabbi Allohning xohlashiga bog'liq ishdir. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Sufyan ibn Thawr Sulaymon ibn Musaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolaning sizlarning oranglardan din borasida ravurus bo'lishni xohlaydiganlarga Qur'on nasihatdir degan oyati tushganda Abu Jahil hamma ish o'zimizga bog'liqkan. Biz xohlasak to'g'ri yo'lga kiramiz, xohlasak kirmaymiz dedi. Shuning bilan Alloh taolo faqat olimlarning Robbi Alloh xohlagandilar, ondan sizlar xohlaysizlar. Ya'ni Alloh xohlamagicha sizlarning xohlaganinglarning hech foydasi yo'q degan oyatni tushirdi. Alhamdulillah. Alloh taologa shukrlar bo'lsin. Shuning bilan sura Takvirning tafsiri tugadi. Kelar qitimda sura Infitar tafsiri 1-oyatidan boshlab o'qiymiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.